topamiz deganman. Siz o'zingizni qarzingizni o'zingiz uzasizda, qarzingizni uzib ketasiz O'zbekistonga deganman. Mana xo'p, o'sha narsa bo'pti, faqat o'zini yonidan bo'pti. Va tezroq bo'pti. Nima muammo hozir? Nima muammo? Yana aytaman. Aka to'lagan bo'lsalar, pulni aka to'lagan bo'lsalar, menimcha alam qilib ketgan akaga. Aka aytyapti, kemada jo'natib yuborar dedi. Kemada jo'natish noqonuniy-ku. Kemada jo'natish noqonuniy-ku. To'g'ri, deport bo'lib O'zbekistonga aeroport orqali chiqib ketaversin, hurmat qilinib. Voy, men yana aytayapman, palonchi to'lamasa bo'lmasmidi deyapti. Men yana qaytaraman. Agar shu bola haq bo'lsa, mana shu ishda meni o'sha Melisaga berding deyapti. Men inson bolasini mana shu Koreyada nelegalda Melisaga shingo qilib palon joyda bittasi turibdi, shuni ushlatib yuboraylik degan odam emasman men. Hozir ham mana odamning akasiga aytayapmanki, mumkin bas, qonun bo'yicha mumkin bas deyapman. Insof bersin deyapman. Kelinglar o'zlaring gaplashinglar deyapman. Pul to'lamaslikni yo'lini qidirishgan deydi. Biz boshqacha qilganmiz. Pul to'lamaslik emas, pulini to'lasin. Musulmon bo'lmagan karisda haqqi qolib ketmasin, uzilsin. Ehson ham qilinmasin. O'zi aytgan, biz yordam beramiz aka sizga deb, menga ehson kerak emas degan shu odam. Menga zakonni bitta ish topib beringlar, iloji boricha nasihat qilinglar, men ichimay, meni nazorat qilinglar, men ichimay, iltimos, meni ligirovka qilinglar, men ichimay, lekin ish topib beringlar, men ham sog'lom hayotga qaytib, ishimni qilib, pulimni topib, karisdan qarzimni uzib, O'zbekistonga ketay degan. Bu odamning ham ko'nglida yomonlik bo'lmagan, faqat yaxshilik bo'lgan. Lekin endi Allohning rejasi boshqa bo'lgan. Tezroq bo'lgan. To'lamasdan kemada qochib ketmoqchi bo'lgan deydi. Bilmadim endi. Kemada qochishni o'ylagan odam o'sha narsani to'lashni xohlamagan bo'ladimi sizlarning fikrlaringcha? Lekin meni niyatim unaqa bo'lmagan hech qachon. Men uni musulmon bo'lmagan odamda haqqi qolib ketmasin, ertaga oxiratda so'rab yurmasin degan ma'noda uzilib, chiroyli ko'ngilda chiqib ketsin. Mayli, deport bo'lishi 100%, lekin karisda haqqi qolib ketmasin degan ma'no edi. Paddeshga qilaylik, ehson yig'ishga loyiq emas, lekin bu insonga zakonni bitta ish topib beraylik, paddeshga qilaylik, iloj boricha shunaqa o'zbeklarni ichiga qo'yaylikki, aroq ichishni tashasin. Toza pokiza yurib, toza kiyimlarni kiyib, chiroyli odam bo'lib yursin va ishini o'zi hal qilib O'zbekistonga qaytsin degan yaxshi niyatimiz bor edi, lekin Allohning rejasi boshqa ekan. Mana qaranglar-da, o'ylasa odam biladi-ku. Qarang aka, meni bu odamni Melisaga topshirishdan menga nima foyda? Ya qo'ying, mayli, bosh qotirmang. Qachon qaytasiz aka siz? Boshingiz og'rib nima qilasiz? Temani almashtiring, bo'ldi hozir. Mana qaranglar, mana shu odam bor-ku, hozir mana shu odam o'zini akasini, radnoy akasini Melisaga berasanmi, ko'tiga tepasanmi, nima qilsang ham O'zbekistonga jo'natib bersang, peshaningdan o'pib, ustingga to'n kiyzaman deb o'tiribdi mana odam. To'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Endi bittasi yozibdi. Pul so'rab zaybal qilgan bo'lsang kerak edi. Kimdan pul so'raydi? Akamdan, meni aytyapti-da. Bu odam pul so'ramagan, bu odam puli o'ziga yetarli, bu normalniy odam bu odam. Naborot akasiga aytganki, ko'rishganimizda, aka, men sizga uy joy qilib beraman, agar uy joyingiz yo'q bo'lsa, mashina olib beraman, ishga ham joylab qo'yaman, hamma yo'q, yetarli, menga sizdan bir tiyin pul kerak emas. Prosta oldimda aka bo'lib turib bering, onam uchun qayting degan gapi bor xolos bu odamni. Onam uchun deyapti. Ona, bitta ona eng glavniy, bitta ona ezildi, 18 yil ezildi, akalar. 18 yil o'ylaylar, bitta bola tug'ilib uylanadi u yoshda. Assalomu alaykum. Akam yo'qolgan.
Yo'qolmagan, уже turibdi. Telefon ham qilib ko'rishdi. Qaytmayapti, xolos Avazbek shu. omad deydi, rahmat. Onaga qiyin deyapti. To'ppa-to'g'ri, onaga qiyin. Biz gapiraveramiz 18 yil deb og'zimiz bir chekkasidan chiqadi, lekin 18 yil вообще katta muddatda. Hozir mana Koreyada yurgan bolalarimdek qarasam, uyiga bir kun telefon qilmasa, ayasi to'palak qilib trevoga qo'yaradi. Katta Manchi, yurtdan. men Farg'onada ishlayman aka. Kuniga 2 mahal telefon qilaman. Farg'ona, Namangan, Farg'ona. Orasi qancha? O'shada. Mana shu Nechta mushkul edi? bolasiga ayasi, mana shu inson o'zini onasiga mana uka bo'lib turib, ikkalasi bitta onadan tug'ilgan, lekin bu bir kunda 2 marta telefon qilar ekan. Farg'onada bo'lib turib, tasavvur qilinglar. Endi men hozir bunday tasavvur qilsam g'alati-da bu. Bu nerealniy gap-da bu. Bor, oilasi bor Koreyada. Nu oilasini ham qabul qilganmiz shundoqcha. Otam ham, onam ham qizim qildi xotinini. Kelinmas, qizsan menga, qizim bundan keyin deb gapirgan. Shu gaplari bor. Qizini qizim deb qabul qildi onam. Men bolalarimni qandoq ko'rsam ham shundoq qabul qildi. Yo'li bo'lish kerak, aka jo'natishdi deyapti. Akalar bittada mana sizlarning fikrlaringcha Koreya deysizlar. Koreyada nelegal odamni o'zidan o'zi ushlab jo'natib yubormaydi agar jinoyat qilmasa. Mana nelegal jinoyat qilgan, bankdan pul olgan, to'lamagan vaqtida mana ushlab deport qilib, pulini to'latib jo'natib yubordi. Bir muammosi bor uni. Bu odamning akasini muammosi bo'lmasa, qiyin masala-da. Endi ki bu odamning akasi nelegal bo'lishi ham g'alat. Chunki xotini F4 yo F5 bo'lishi kerak. F2. F2 ekanmi? F2 bo'ladigan bo'lsa, bu degani bu inson yo'q deganda F1 da. Yo'q deganda F1. Vizam yo'q degan. Nimaga bola chaqasi chatda-yu, viza olmagan ekan. U nelegalga davno oldin chiqib ketgan-ku. Dokument qilmagan. Pasportini, ilgi pasporti bilsangiz, eski pasport bo'lgan. Rasm ichiga kirgizib turib pechat uradigan pasportlar bo'ladi-ku, hozirgi chipli pasport bo'lmagan. U pasport ham yo'qolib ketgan. Beydan Hozir to'g'ri yozishyapti. F2 etnik karis emas-ku deyapti. Rostdan etnik karismi odam? Etnik karis degan, ha? Millat karis. Millat karisu unda F4 H2 bo'lishi kerak. Adashyapsiz aka siz. F2 emas, F4, yo'q F2. Aka, qarang. Siz F2 deyapsiz-ku. Ana shu H2 bo'lishi kerak. Karislar H2 bo'ladi, aka. Siz adashyapsiz. Balki bizga aytgani shudir. F4 yo F2 da. Bo'ldi mana. F4 yo F2 bo'lsa, aka, F4 yo H2 bo'ladi. F2 bo'lmaydi, aka. F2 boshqa viza. Hozir sizni gapirayotgan gapingizga viza haqida gapirayotgan gapingiz to'g'ri kelmayapti-da. Shuning uchun aytyapman. Karislarki yo H2 bo'ladi, yo F4 bo'ladi. Mana yozyapti. H2 yoki F4 bo'ladi deyapti. Mana EZZO degani yozyapti. Siz noto'g'ri eshitgansiz. H2 bo'lsa, siz ikkisini eslab qolgansiz xolos-da. Balki. Ha, H2, buniki H2 bo'ladi. Chunki ko'p misol oilaviy temada gap ketsa, akam ham ilgaridan xotini temasida gap ketsa, gap buraverardi. Men sezardim shu narsani. Hali bilinadi-ku, o'z odam ashdan kelsa, dashdan kelib turadi-ku. Ko'ngjuda o'zbek karislar juda ham ko'p deyapti. To'ppa-to'g'ri aytyapti. Ko'ngjuda o'zi etnitskiy karislar o'zi bitta mahalla qilib olishgan. Polna yerda bola chaqasi bilan qarindosh urug'i bilan kelib yashaydi. F4 bo'lsa kerak deb yozyapti. Yo'q, F2 ekan. Xullas qarang, akangizni bola chaqasini ham demak vizasi bor ekanda. Ha, bor. Konkretni bor, qiziniki ham bor. Demak, akangizniki ham bor-da. Qanday akangizni vizasi bo'lmaydi, aka? Yo'q, vizasi yo'q, 100%. G'alati basmi? Bolalari o'zinikimi?
Xush qaydaman. Masjidda bo'lmaganman, lekin o'zimniki deydi. Yo'q, ko'rdingizmi, jiyanlaringiz rasmi o'xshaydimi akangizga? Ha? O'shqaydi lekin. Akamga o'shqaydi. Demak, o'xshasa, o'zini bolasi bo'lsa, bemalol viza oladi. Tem bo'ling, 14 yil bo'libdi aka tug'ilganiga. Viza qildirgandir balki. To'g'ri aytyapti mana Zuhra opa. Pasport Mana sirovga akam. ketgan, u aniq lekin. Yo, jiyanlar rasm bormi? Jiyanlar. Yo'q. Yo'qmi? Xullas aka, akangiz nelegalman degani sizga prosta anavi gap basmikin, borolmaydi deb o'ylashsin degani emasmikin deyapman-da. Dokumentini so'rovga tugab ketganda pasporti ham yo'q edi. Lekin 18 yil bez dokument yurish g'alati-da. Yuraveradi lekin. Endi manadan chekdan qaragan odamga g'alati-da. 18 yil. To'g'ri, Hech kim anavi so'ramadi. sug'urtaydigan narsalar bor. Ular вообще nimada aka? Kasal bo'lishi bor. Kasal bo'lishi bor. Aldagan deyapti. Menimcha ham shunaqa aka, akangiz menimcha yo'q deganda yo F2 yo F1 da aka, yo'q deganda. Kasal bo'lishi bor. O'qimasdan mo'shin yuradi naki. Rolda yuradi, pasgan. Ha bo'ldi, rolda yursa demak legal ekan aka unda. 18 yil rolda yurolmaydi odam aka. o'n 18 yil qiyin masala. Demak, akangizni vizasi ham bor ekan, lekin pasporti yo'q bo'lsa kerak. To'g'ri gap aytdingiz, Araz aka deyapti. Ha, to'g'ri. Borganda pasport qarang, pasport yo'q bo'lsa ham vatanga qaytish guvohnoma qilib beradi, elchixona qilib beradi. F1 bo'ladi deydi. Ha, F1 yo F2 bo'lishi mumkin. Pasport elchixona orqali olgan bo'lishi mumkin dedi. Balkim. Qizil pasport olgan bo'lishi ham mumkin, ammo hozir haqiqatdan uzoq yashaydiganlarni, agar bola chaqasi ham shatta bo'lsa, xotini shatta bo'lsa, O'zbekistonga borishga ehtiyoj yo'q bo'lsa, shetda o'zida beryapti pulini to'lasa. Qizil pasport ham bor bo'lishi mumkin-da akangiz hozir. Pasport elchixona olsa bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. Ya, u ham hammaga emas. Hammaga emas u ham, hali sabablilarga, lekin akangiz o'sha sabablilarning ichiga kiradi lekin aka. Menimcha pasporti ham bor bu bolani. Xullas aka, eng qizig'i aka, eng yomoni u yashab yurgan joy O'zbekistondagi joy propiskasi yo'q deb edi bizda. nima degan? Ham. Misol, mana siz O'zbekistonga kelsangiz, propiska deb bir joyda turasizmi? Ha. Unda yo'q propiska. O'zbekistondami? Ha, O'zbekistonda propiskada turgan joy buzilib ketgan. Uni elchixonadan qilib berishadi aka uni. Sizlar borsizlar-ku. Ota-ona tirik-ku. Shunaqa. Gaplashib turadilarmi deydi. Yo'q, umuman gaplashmayapti hozir aka. Xullas, akalar, Kyongju degan shaharda mana shu odam manzili ham aniq ekan. Siz aka bano pastdagi akangiz nomeri, Koreyadagi nomeri. Mana shu pastdagi nomer ana shu odamniki. Telefon qilinglar, iloji bo'lsa gaplashinglar. O'sha yaqin atrof shaharlarda yoki Kyongjuda yashasalaring, iltimos sizlardan, mana shu odam sizlardan iltimos qilyapti. Bu odam namanganlik, akasi biznes viza bilan kelib, ancha vaqt shu Koreyada yurgan, 14 yoshli bir katta farzandi bor, ikkitamikin farzandi bor ekan, kattasi 14 yosh ekan. Общий 18 yildan beri O'zbekistonga umuman bormas ekan. Onasi adoyi tomon bo'libdi, otasi ham hayot ekan. Lekin mana kichkina ukasi necha yildan beri qidirar ekan. Yaqinda biz shu Instagram kanalimizda bu bola chiqib, akamni qidiryapman deb post joylagan edi. Undan keyin yana o'zi harakat qilib Facebook orqali akani dalillarini topilgan. Facebook orqali akasiga aloqaga chiqib, imodanmi, WhatsAppdanmi nimadandir gaplashishgan. Akasi
yaqinda boraman u bu degan meni kechiringlar degan, keyin orada yana jicha gaplashib turib yana gup etib yo'q bo'lib qolgan. Keyin bu akamiz yana aloqaga chiqyapti, akam yana yo'q bo'lib qoldi deyapti. Endi hozir telefon qilsak, meni oilam yo'q, qarindoshim yo'q, meni tinch qo'yinglar deb turib, xuddi bir oilasidan nima deydi, alamzada bir xafadek ko'rsatyapti o'zini. Chop katta odam, etnitskiy karis toshkentlik bir opaga uylangan ekan, ikkita farzandi bor ekan. Katta ehtimol bilan ayoli bitta legalniy yuradi, o'zi ham legalniy yuradi, chunki farzandlari bor. Qurilishdami qayerdadir ishlar ekan, постоянный 18 yildan beri mashina minib yurar ekan. Shu odamni topishga harakat qilinglar, iltimos. Chunki 18 yil juda ham katta muddat, onaizor adoyi tomon bo'libdi. O'shaning uchun buni ukasi chidalmasdan, aka, kelsang-ki, yig'ishtir kariyani. Ertaga onam o'lib qolsa, ishtima tatimaydi. Davay ke, men senga hamma sharoitni qilib beraman. Senga uy kerakmi, mashina kerakmi? O'sha mayli uylansang, uylanibsan. Biz ham o'sha bola chaqangni, o'sha xotiningni hammasini tan olamiz. Xotiningni kelinim deymiz. Bola chaqangni jiyan deymiz, nevara deymiz deb hammasiga ko'nishsa ham baribir hozir bormayapti ekan. Shuning uchun iltimos sizlardan yordam beringlar, mana shu nomerga aloqaga chiqinglar. Mana odam ukasi, o'zingizni Telegram nomeringizni ham aytib yuboring aka. 50lik Yozib olinglar Telegram. 19 Yo, sekinroq ayting aka. Menimcha shunaqa deydi. 50 kodi bilan 50lik 701 1994. Manzilni tashlang. 50lik Mana pastda nomeri turibdi aka o'sha odamda. Ukani o'zida ham bir gap bor dedi. Nima gap bo'lishi mumkin aka? Ochiq gapiring. 10-marta so'ravimiz manzil berishsinlar ya. Mana Telegramiga aloqaga chiqinglar. Hamma yo'g'ini beradi. 50lik 701 1994. Mana Namanganlikman. mana to'g'ri gapiryapti. Telefon qilmasdan onani videosini to'satdan yuborib qo'yingchi deyapti. Hali ta'sirli gap aytsa, bir qalbi uyg'onib ketarmikin degan ma'noda aytayapti. Aka, bloklar tashlagan, u qayerdan jo'nataman? Siznimi? Onani ham, otani ham, hammani. Opalarimni ham. Короче, O'zbekiston nomeridan video boradi-ku. Videomi, nima bo'lsa, shuni sirazi удалить. Bo'g'i. Blok. Aka, nima deb o'ylaysiz? O'zingizni bunday yuragingizda nima gap bor aka? Sabab nima deb o'ylaysiz aka? Ayoli. Ayoli? Qo'rqyapti. Ha, ayoli qo'rqyapti. Mendan tortib oladi, haligi ajratib oladi deb o'ylaydi. Lekin unaqa emas. Endi bo'ldi, u 40 ga kirgan odamni qanaqa qilib sudrab yurasiz? O'ylanadigan narsasini o'ylanib bo'ldi, qiladigan ishini qilib bo'ldi. Farzandi bilan ajratib olmaysiz-ku. Mana Ezo degani ko'rsataman borib deyapti. Xudo xolasa yordam beraman deyapti. Zo'r bo'lardi, rahmat sizga. Lekinchi agar mana shu narsa bo'ladigan bo'lsa, bu arzimas sababda aka. O'sha ona ham aytayapti-da hozir, deyapti. Menga o'sha baribir o'sha bolani farzandi nevarasida tonolmaydi-ku hech kim, tonmayapti ham u. Bu bitta aybi so'ramasdan uylanyapti. Katta ayb emas-da. Balkim boshqacha sabablar ham bordir, lekin agar shu bo'lsa, bu katta ayb emas. Kechirsa bo'ladigan narsa. Men ayb hisoblamayman, so'ramasdan o'ylanishi. To'g'ri. Endi hali shunaqa deb o'ylaysiz, ayb sanasiz deyman-da. Yo, tim bo'li, yosh katta. Normal qabul qilaman agar. To'g'ri. Davay, bo'lmasam yordam beringlar mana shu akaga. Qaniydim agar men o'sha tomonda hech kimeda, Pusanda yashaganimda ham borib kelaverardim. Men hozir Inchondaman. Shuning uchun menga 5 soat yaqa, 5 soat baqa. Vaqt juda ko'p ketadi. Tem bo'li hozir yomg'ir yog'yapti, yo'llarda xavfli. Shuning uchun xotinida hamma gap deydi. Endi biz tuhmat qilarmaymiz. Endi bilmadik endi. U oilaviy temalarda nima bo'lyapti, kim qayerga ketyapti, bizga qizig'i yo'q. Bizga o'sha ona-izorda ko'ngli xotirjam bo'lsa bo'ldi. To'g'risida aka, onani ko'nglini xotirjam qilish kerak, mayli. Qolgani kapeyka aka.
Qanaqa qilyapti? Nechinchi yil deyishyapti akangiz aka? 85-yil. Siz nechisiz aka? 94. 9 yosh farq bor. Qizlar bormi oilada? Qiz farzandlar bormi? Ha, ikkita opam bor. Ular Ular turmushga o'yli chiqib joyli ketgan? bo'lib, o'yli joyli bo'lib, O'g'il ikkitami aka? ikkita o'g'il, ikkita qizimizda. Xudo xolasa Xudodan so'rab turing aka. Avvalo Xudodan, hamma narsa Xudodan. Onaxonam omad tinmay duo qilsalar kerak-a. Bilaman. Bir kun bitta Andijonda bir oilaga bordikda. Muhammad Yusuf degan shoir bor, bilasizlar? Ha. Rahmatli, o'lib ketgan. Shu Muhammad Yusufni mahallasi ekan o'sha joy. Borsak, bir akamiz 17 yildan beri Koreyada yo'q ekan, nom nishonsiz yo'q bo'lib ketgan ekanda. Haligi ayolga borib men savol berdim. Ona dedim, ha dedi. Hozir shu 17 yildan beri Koreyada yo'q bo'lib ketgan o'g'lingiz dedim. Hozir dedim, eshikni taq etib ochib, "Ona, men keldim" desa, "Nima deysiz?" dedim-da. O'tiribmiz uyda choyni ichib, haligi kampir bilan. Hali xotin menga hali bolasini eski o'sha 90-nechinchi yildami, 2000-nechinchi yilda rasmlarni ko'rsatyapti menga. Men aytyapman, "Ona" dedim, "Hozir" dedim, "eshikni paq etib ochib, "Mana ona, men keldim" deb kelsa, "Nima deysiz?" desam, hali ona bitta yig'lab aytadiki, "Men" deydi, "bitta savol beraman bolamga" deydi. "Nima savol berasiz?" desam, "Shuncha yil yo'q bo'lib ketishingga menga aytarli bir dona sabab keltirib ber" degan javobni berardim deydi. Anaqa savol berardim deydi. Nima sabab? Men u ayol borku, uxlamaydi, sabab qidiradi-da. Sababni bolasidan ham qidiradi, o'zidan ham qidiradi, hayotdan ham qidiradi, ko'chadagilardan ham qidiradi, Koreya davlatidan ham qidiradi, hamma joydan qidiradi-da. Birov Koreyaga ketibdi desa, boradi. Mani o'g'limni ko'rsam ayt deydi, men kutyapman deydi. Agar birov Koreyadan kelganini eshitib qolsa, unda ham boradi. Mani mabodo o'g'limni ko'rmadingmi deydi. Bu juda yomon narsa-da. Xo'p, Rossiya bo'lsa ekan, bitta mashinaga o'tirib, "Hayo, hayt" deb turib kelvorsa-da Rossiyaga qidiribdi. Lekin bu Koreya-ku, dengizdan o'tish kerak, tog'lardan o'tish kerak. Samolyotda kelmasa iloji yo'q. Shuning uchun viza kerak bo'ladi. Vizani hammaga ham beravermaydi. Shuning uchun Koreyaga kelib, shu yo'qolgan jigarini oqtarish juda ham og'ir masala bo'ladi. O'zi mana narsani ham bor, mana ham global muammo Koreyada. Masalan, bitta narsa qilinsaki, uydagilar masalan davernis yozib berib, masalan, hech qanaqa davoyi dostonim yo'q. Mani shu nima qilsang ham shuni mani uyga jo'natib yubor desa, shuni qanaqadir qilib qonuniylashtirib turib, o'sha odamni borib turib shart ushab O'zbekistonga deport qilib yuborish qanaqadir bir qonuniylashtirilsa, ishoning, men jonim bilan shu ishda ishlagan bo'lardim. Chunki ham savobli-da bu narsa bor-ku. Yaxshi bo'lardi. Endi Koreyani qonuni O'zbekistonga, O'zbekiston qonuni Koreyaga to'g'ri kelmasa ekanda. Shunaqada, shu joyi bor-da aka. O'sha joyiga mazza qilishadi-da bular. O'sha joyi bularga qo'l keladi-da. Bey qonuni u yoqda ishlamaydi. U yoq qonuni bu yerda ishlamaydi. Shu ishni birgalashib qilaydi. Mana Zam hokim degan odam bor. Mana Murodin Haydarov bor-ku, mana shu odam ham juda mana shunaqa ishlarga ustalagan. Aka, bitta nima qilib oling? Yaxshi bola, zo'r bola mana shu. Siz bilan yosh, sizdan ancha katta bu bola. Necha hamda, yoshi necha hamda. Mendan ham katta-da bu aka. Lekin mana shu odam agar kirishsa, bu odam ko'p narsani biladi. Koreyada ham o'zini mashinasi ham bor, ancha-muncha ishni bitiradigan odam. Zam hokim degani bor. Agar u kirishsa-mi, shani. Qanday yorib chiqadi bu temani. 91-yil ekan. Ana shu akaga chiqsa, juda bir yaxshi inson. Aka, lichkamga yozavering. Men podpiska tashlamayapman, Murodilla aka. Murodin aka, Murodin. Murodin aka. Agar siz bilan qanday bog'lansak bo'ladi? Mana hozir mana bitta shu qizni ulayman, keyin to'xtataman efirda.
Qizmi bu, menimcha Gogoysha deb yozib olgan, qiz bola bo'lsa kerak. Xotinini rasmi Bor bormi aka rasmi. deydi. Bor Xotinini rasmi. rasmi bormi deyapti uni. Nilucha 587. Bor. Sam hokim Murodilmi deydi. Yo'q. O'sha yerda o'tiradi bu aka. O'zbekistondagi qaynonasini ham rasmi bor. Qaynonasini. U qaynanaga borib tushuntirib ko'rmadilarmi? Aka, shuni Instagramdan yozyapman shu xotinga, javob bermayapti-da. U ham shu biladi shekilli-da. Yozyapman Instagramdan. Yozyapti, mana Nilucha degani Telegramdan tashlab berasizmi yozsam deyapti. Tashlab beraman. Yozing menga, tashlab beraman. Hammani danisini tashlab ber. Yozyapti Murodin aka. Nima bo'lgan bu aka? Akasi 18 yildan beri uyga bormayapti. Onasi adoyi tamom bo'ldi. Aka, ishoning, agar zo'rg'a sizni hurmatingizdan yaxshi gapiryapman. Agar siz akangiz bo'lmaganda, ishoning, men hozir juda chiroyli gaplar bor edi, lekin bu hech qaysi qolipga sig'maydigan narsa-da bu. Hattoki uzr qo'pol bo'lsa ham aytaman, bu inson bu ishni qilmasligi kerak-da, aka. Inson bunaqa inson xarakteri ne to. Yana bitta nomerim bor, mabodo 95lik 321 99 94. Ana shu nomerni ham yozib olinglar. Bu juda ham bir haligi asabni buzyapti-yu, lekin mayli, nima bo'lsa ham ona uchun yordam berishimiz kerak, lekin boru. Ona uchun, lekin ona uchun. 994. 95lik 321 99 94. Ismim Bobur Shoh. Namangan shaharda yashayman. Farg'onada ishlayman. Farg'ona, Marg'ilonni yaxshi bilaman. Avazbek aka bilan Farg'onada ko'rishganmiz. Ha, ko'p aka bilan ko'rishganmiz. Xudo xolasa yana ko'rishamiz. Inshaalloh. Qachon qaytasiz aka? Mo'ljal qachonga qaytish? Nima deydi? Kelib siz ham avazga murojaat qilasizmi? Kimga murojaat? Ana shu Nilufar opaga murojaat qiling. Ismini ham noto'g'ri yozyapti. Yo'q, bu yerda Nilufar opa yozmagan. Mana yozyapti-yu. Mana Dilafruz degan yo'q. Ha, Dilafruz aka, mana. Mana shu opani. Mana shu opaga murojaat qiling, shu opa hal qilib berar ekan aka. Shu opaga yozaylik, opa hal qilib bering, opa, haldan beri shuni gaplashib o'tiribmiz. Hal qilib bering, siz zo'rsiz-ku. Opa, adashtiribman. Bitta joyda yozibsizlar-da kellang. Xullas, mana shu pastda mana nima gullar rasmini qo'yibdi-yu, mana shu opaga aytinglar, shu opa yordam berar ekan. Kelib avazga so'rasin. Bu birinchi marta so'rayotgan yo'q aka. Bir 3-mi, 4-mi marta gaplashyapmiz bu aka bilan aka. To'g'rimi? Ko'p gaplashganmiz. Bularni ham to'g'ri tushunish kerak. Bularda ham endi aytdi bitta nafrati bor-da, aytdim-da. Qop-qora nafrati bor-da. Endi uni chiqarib tashlash kerak, chiqarisholmayapti bechoralar. Endi bularni qabrda chiqib ketsa kerak odam. Shu ashiq qiz yomon nagursa keldi aka sizga. Ha. Yomon keldi. Bularni ham to'g'ri tushunish kerak endi. Menga ham aytinglar. Hatto mana shularga ham ayting aka. Men sekin chiqib ketaver, o'zlari xalq tashlashar ekan aka. Avazbek omad deydi, rahmat. Bularni ham to'g'ri tushunish kerak-da. Telegram raqamingizni bering, iltimos deyapti. Mana ashaka chiqing, gapiring, gapingiz bo'lsa. 95lik 321 99 94. 50lik 701. Menga yordam bersin shu Dili deydi. O'ziga aytinglar, mana shu Dili anaqa ochadi hozir. Nima, prямой efir oching, ana yoqqa o'tadi hamma. Siz hal qilib berasiz. Ichkaga yozdim. Xudo xolasa aka,
nimadir o'ylab topish kerak, hal qilish kerak, lekin bu darajada bo'lib ketgan bo'lsa, bilmadim. Nagli telefonda olib, mani unaqa onam yo'q, qarindoshim yo'q, jiyanim yo'q, oilam yo'q deb aytgan bo'lsa, bu qanaqadir ziyon tekkanmikan aka? Bir o'qitilgan bir nima bormikan bu yerda aka? Bo'lishi mumkin. Juda ko'p o'yladim shu haqida ham. Onani Koreyaga olib kelsak bo'lmaydimi deyapti. Aka surishtirdi onani. Endi u katta pul talab qiladi-da. Agar kasal deb olib kelsangiz ham katta pul talab qiladi-da. Mana ula olasizmi deyapti. Mana Nilucha degan opamiz ulen deyapti mana deyapti. Mana ulaymi opa? Birinchi opani. Muhammad Ali ismingiz chiroyli ekan, lekin gapingizga javob bera olmaysiz aka. Ismingizni qarang-ku, gapirayotgan gapingizni qarang aka. Biz kimyo tomondamiz, borib telefon qilish kerak bo'lsa, telefon qilib beramiz deyapti. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, opa, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Opa, ulendi o'zi uladim. Anu akani xudo xohlasa akasi ham topilsin. Просто men mana opa yozdi. Ava sizga ham aytasizlarmi deb o'sha opaga ikkita gapim bor edi-da. Ko'pchilik mana anaqa bo'lsa, masalan, shu yordam beryapsiz. Rahmat sizga ham shunchalik hammaga yordam beryapsiz. Boshqa bo'lyapti. Bular menimcha yaqinlari chetda bo'lmagan shekilli-da. Bo'lishi mumkin. Chunki masalan men o'zimni dadam ham Koreyada ko'p yillar yurgan, hozir ham masjidda dadam. Haligi yuragimizni ushlab turamiz. Bir narsa bo'lib qolmasmikin ertaga? Yosh katta, to'g'ri. Odam har xil vaziyatda bo'ladi. Ertaga nimadir bo'lib qolsa, kimdirdan yordam so'rashi bu to'g'ri naqada. Shuning uchun sal naqa bo'lsa, o'ylab gapiringlar. Bu akam o'zi bir nima qilgan yo'q. Qo'ldan kelgancha yordam beryapti. Rahmat shunga ham. Birov yordam tegmasa jim o'tiraversa bo'lmasmikin? Shunday gapirib, yozib, naqmasdan. Bu ham to'g'ri. Qaysi shaharda? Kyongjuda. Xo'p, aka, bo'lmasam, mana Murodin aka ham hozir sizni dalilingizni oldi, qolganlar ham oldi shekilli. Xudo xolasa, mana shu akaga yordam beraylik, birgalikda. Juda katta tema bu narsa-chi. Mana tasavvur qilinglar, mana o'zlaringni o'rnilaring, sizlar o'zlaringni o'sha onani o'rniga qo'yib ko'ringlar. Hali bolang, qaranglar, bolangchi, bolang o'ldi deganda ham mana shu holatdan yaxshiroq bo'lardi-da. To'g'rimi aka? To'g'ri. Bolang o'lgan degan gapni eshitganda onani ko'ngli 1 kun yig'lab, 2 kun yig'lab, 8 kun yig'lab, 15 kun yig'lab sal taskin topardi-da. Hozir onani har tomonlama yemiryapti-da. Bu sabab nima degan savol bor-da. Sabab nima? Sabab shu tug'ib, 9 oy qonida ko'tarib, ko'tini artib, pampersini kiyizib, ovqat yedirib, katta qilgani shu aybimi endi? Shu sabab shumi? Sabab nima degan savolga hech kim javob, butun dunyo javob topib bera olmaydi-da. O olimlar ham javob topib bera olmaydi bu gapga. Shuning uchun iltimos sizlardan ozgina bo'lsa ham o'ylab, mana shu odamni O'zbekistonga qaytish uchun mana shu bolaga radnoy akasi ekan, qo'llaridan kelgancha yordam beringlar. Men o'zim ham xudo xolasa agar Busan tomonga borib qoladigan bo'lsam, o'sha Kyongjuga borib akangizni qidirib topishga harakat qilaman. Lekin aniq va'da beraman, borib qolsam sizga aloqaga chiqaman. Bo'ldi aka. Nomerim bor sizda? Shular yoqasidan shular nima qilasizmi? Mana falonchini qotili shu deyotgan Husniddin Ibragimov. Keling, maytda gaplashamiz aka. Shirin bola, vaqa chiqingchi.
Falonchini qotili deyapti. Men Kyongjuni yaxshi bilaman deyapti Ahror aka. Ahror aka chiqingchi. Aka bo'ldi, mayda gap bo'lib ketyapsiz borgan sari. Xo'p. Chiqib ketavering aka, yoqmayotgan bo'lsa, chiqib qo'lingizdan ushlab majburlab o'tirasan shu yerda deyotgan yo'q aka. SMSni o'qing deyapti. O'tgan safar ham gaplashuvdik. Akalarning ismlari kim ekan deyapti. Pasportda Abdunosir, Koreyada Baxtiyor, Baxa deb chaqiradi ko'pchilik. Hattoki haligi bitta ikkita koreys boladan Facebookda yozishganimda Google orqali perevod qilib, shu nomer kerak edi tashlab yubor deb dabdurustdan yozdimda. Sam telefoniga Baxa Kia Bongo deb yozib qo'ygan ekan. O'shani skrinshot qilib tashlab yuboribdi menga. O'shandan bildim Kia Bongo. Qo'ylar. Insof bersa hech gap emas. Bir uxlab turib onasizni sog'indim deb o'zi telefon qilishi ham mumkin-da. Insof bersin avvalo. Shunaqa. Koreya bormoqchi edim. Koreys tilini o'rgansangiz bemalol kelasiz aka. Hozir Koreya kelish oson. Shunaqa akangizni, mana shunaqa ukangiz bor ekan, aka, agar meni ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu insonga bitta gap gapiray. Agar mabodo umid qilamiz, balkim o'zi ham ko'rar. Balkim kimdir o'sha yerda yurganlar, meni bir tomchi suvda ukang seni qidiryapti deb tashlab berar balkim. Balkim ko'rar deyapman-da, umid bilan bitta gap gapiray. Inson hozir maytda shunaqa odamlar o'tiribdi. Onasini uyga borib, kiyimini hiydasa ham hidini topolmaydigan odamlar o'tiribdi maytda hozir. To'g'rimi, noto'g'rimi gapim? Yozinglar, to'g'ri bo'lsa to'g'ri, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri deb yozinglar. Maytda shunaqa odamlar o'tiribdi. Dadasini kiygan oyoq kiyimini topolmaydi hozir, qidirib. Sizni dadangiz ham, ayingiz ham tirik ekan. 18 yildan beri telefon ham qilmas ekansiz. Uyga ham bormas ekansiz. Agar hozir mana shu ota-onasini bittasini bo'lsa ham yo'qotganlardan so'rang shuni qadrini, sizni ikkalasi ham bor ekan sizda. İnsonmisiz yo bir tushunmayapman sizga. Harakat qiling. İnson ertaga o'lgandan keyin borib qabrini turib oladi, yalasangiz ham topolmaysiz. Ertaga borasiz, yig'lab, onajon meni kechiring deb borasiz. Baribir Koreyaga maytga sizni o to'ngdemunga ustun qilib qo'yib qo'yishmaydi. 18 yil shetda ishlabdi. Mukofot beringlar, orden beringlar bu bolaga deyishmaydi. Baribir chet ellisiz, veguksiz. Qayting, inson qo'lingizda gulli hunaringiz bor ekan. Quruvchi ekansiz, mashina minishni bilar ekansiz, oyoq qo'lingiz sog' ekan, yuragingiz urib turibdi ekan. Ertaga sizni ham Xudo ko'rsatmasin bir hali yog'och nimaga solib jo'natmaylik. Unaqa qilmay, aka, katta odam ekansiz, 85-yil, mana akamdan ham katta ekansiz. Ukangiz tengqur bola sizga naqa beryapti. Sizni bitta rasmingizni, boshqangizni noilojlikdan qo'yilyapti, aka. Bo'lmasa kimga zaril o'zini akasini. Mana shu bolaga, otasiga million marta rahmat, mana shu bolani onasiga rahmat, otasiga rahmat tarbiyalagan. Shunday ukangiz bor, aka-uka bitta bo'lib yorvormaysizlarmi O'zbekistonga borib? Ota-onangiz mazza qilib yormaydimi ikkala bolasini bitta joyda o'tirganini ko'rib? Aka, hali ham bo'lsa vaqt bor, inson. Siz agar eshitsangiz, menga gapimga quloq soling. Hali ham bo'lsa kechmasda, aka. Ertaga borasiz. 18 yil oldin ayis qanaqa yosh edi. Hozir boring, sochiga oq tushib, betiga tirish tushib, qarib ketib, bir joylari og'riydi bechorani. Mana shu bola. O'sha onani ham bir shashlik yegisi keladi, bir bolasini bir hidiga to'ygisi keladi.
aybi beshigingizni tebratganimi, aybi 9 oy ko'tarib yurganimi, jonidan jon bergan tirnoqlarini, bir vitaminlarini sizga berganligimi, aybi sizni dunyoga keltirib qo'yganligi aybmi? Mahalla-ko'y nima deyapti? Mahalla-ko'y aytayaptiki, o'g'ling kelmadimi deydi. Любой joyga borsa, ma'rakadami, oshdami, bir to'y-to'ychiqdami tanishtirayotganda, hali o'g'li Koreyada yo'q bo'lib ketgan ayol deydi. Aka, katta inson ekansiz. Agar bir yordam kerak bo'lsa ayting, avaz bering, yo o'zingizni ukangizga alo deng, shunaqa muammoim bor, qarzim bor, yo menga qanaqadir bosim bor, yoki bir birovdan tilim qisiq joyi bor, ayting, qo'limizdan kelgancha yordam beraylik. Yana qaytaraman siz uchun aka, mana barmog'imni ham qimillatmayman, yana qaytaraman. Mana barmog'imni ham qimillatmayman mana shu rasmdagi odam uchun. Men faqat onasi uchun kuyyapman. Onasi uchun kuyyapman. Aka, boring yuzga keting. 7 yot begonalar, ertaga Xudo ko'rsatmasin, onangizni yoshi nechida aka? 65. 65, umrlari uzoq bo'lsin, 100 yoshga kirsin. Lekin bu hayot aka, ertaga bir shuncha sizni dardingizda siqilib, qanaqadir dard orttirib, bir erta dunyodan o'tib ketadigan bo'lsa, afsusni ishoning aka, mana yerdagi toshlarni kemirib g'aji tashlashingiz ham tishingiz bilan iloji yo'q. Qaytarib olib kelib bermaydi hech kim sizga aka. Shuncha gapdan keyin men bitta narsaga tan berdim lekin. Nimaga? Men o'tirgan 5-6 ta xunnasalar bor ekanda. Hayf sallaga, bilat. Nimaga aka? Молодец deyish kerak. Negativ yozishini-da, bilat. Negativlarga aytyapsizmi? Bular dadasi ham negativ, opoqisi ham negativ, dadasi ham negativ, bola chaqasi ham negativ. Aka, bular tinch qo'ying. Qonida bor negativ yozish aka, bular tek qo'ying bular. Bularning ham o'zini ishi bor aka. Hayotda hammaning o'zini ishi bor aka. Kimdir yaxshi, kimdir yomon. O'sha yomonlar bo'lmasa, yaxshini yaxshiligi ham bilinmaydi-da aka. Maktab bittasi boshladi. Shunday iymonli ekansiz, nega farzand dog'idan falonchini haqorat qildingiz? Internetdan ko'rib, maza qilib ishlanib yuraveringlar. Vaqti keladi hali, bilasizlar. Mayli. Bular ham o'zini ishini qilsa, ahamiyat bermaymiz aka. Hali kecha bitta chatda aytdim-da, yana necha kirdingiz aka siz 94-yil? 32 ga kirdingizmi? 31 ga. 31 ga kirdingiz. Aka, yana 50 yildan keyin katta ehtimol bilan mana shu hozir o'tirgan 700 ta odamda deyarli 100%, mayli 50 yil demaylik, yana bir 80 yildan keyin hozir mana shu chatda o'tirganlar birontasi qolmaydi bu dunyoda. Yerda ustida bironta odam qolmaydi. Mana shu hozirgi chatda o'tirganlar. Siz ham, men ham, hech kim. Hozir 100 ga kirish problema bo'lib qoldi aka. Shuning uchun men aytamanki, birovni ko'tini ko'laguncha yordam ber. Qo'lingdan kelmasa yozma. To'ppa-to'g'ri. Sen qolasan gapdasi. Mana shu gapni o'zi kufr gap, mana shu gap. Musulmonmisan? O'ylab gapir. Avzaga negativ bo'lmasa hayotingiz zerikarli bo'lib qoladi deydi. To'g'rimi? Shular ham boriga shukr. Shular ham hayotda bir cho'rni-beli tomonlarini ko'rsatib turishadi. Senga yordam beraymi deydi. Voy, vallo o'zingizga yordam bering. Yuzingizni ko'rsating, bir oddiy jamolingizni ko'raylik, bir odamga o'xshab bunday o'zingizni ko'rsatib gapiringchi. Hali yaqdan-bag'dan bekivoli gap otmasdan.
gap so'zlarga e'tibor bermang deydi. Xo'p bo'ladi. Jonga teging deydi. Avazbek bosh kiyimingiz boshqacha bo'lib qolar. Avazbek bosh kiyimsiz boshqacha bo'lib qolar ekansiz dedi. Ha, bosh kiyimsiz men ham bir bosh kiyim yecha dedim-da. Soching yo'q, tepakal deyishadi. Nima deyishadi deyman, shu do'ppi yursangiz ham, kepka kiyib yursangiz ham gapiradi odamlar, yechib qo'ysangiz ham gapiradi. Nima qilaykin endi? Endi yarmini olib turib, yarmini qoldirib qo'yamikin-a? O'shanda bunday qilaman va kal turadi, oyog'i soch turadi. Buni gapirganga buni ko'rsataman, buni gapirganga buni ko'rsataman. Ana shunaqa qilaymikin-a? Aytdi, Qambaral aka juda yaxshi savol berdi. Qarang, akangiz propiskada bo'lgan, uydan ulush olish uchun sizdan arazlamaganmi deyapti. Aka 20 sekund vaqtimiz qoldi, o'chiraman. Yo'q. Shundoq berib yuboraman agar. Ehtiyot qilinglar, 10 sekund vaqtimiz qoldi. Hammaga rahmat. O'zlaringni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'ling aka. Aka, sog' bo'ling. Xo'p, rahmat sizlarga. Xo'p.